Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzumiz tarbiya jarayonining qonuniyatlari mavzusi. Rejalarimiz esa tarbiya jarayonining mohiyati va ahamiyati, tarbiya jarayonining asosiy qonuniyatlari va tarbiya jarayonining muhim tamoyillari mavzusi. Tarbiya jarayonining mohiyati va ahamiyati. Tarbiya jarayoni bu shaxsni tarbiyalash va rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. U bolalar va o'smirlarning axloqiy, intellektual va jismoniy jihatdan shakllanishini ta'minlaydi. Tarbiya jarayoni jamiyatning asosiy qadriyatlarini, madaniyatini va an'analarini avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Tarbiya jarayonining ahamiyati shundaki, u shaxsning kelajakdagi hayotida muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. 2020-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiyalangan shaxslar ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatliroq bo'lishadi deb ta'kidlangan. Tarbiya jarayoni bu shaxsni tarbiyalash va rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. U bolalar va o'smirlarning axloqiy, intellektual, jismoniy jihatdan shakllanishini ta'minlaydi. Tarbiya jarayoni jamiyatning asosiy qadriyatlarini, madaniyatini va an'analarini avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Tarbiya jarayonining asosiy qonuniyatlari bu shaxsning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'z ichiga oladi. Ular o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi jarayonlar hisoblanadi. Masalan, tarbiyaning maqsadi, vazifalari, shartlari va usullari kabi bo'lishi mumkin. Tarbiyaning maqsadi shaxsning to'liq rivojlanishini ta'minlashdir. Bundan tashqari, tarbiya jarayonida individual yondashuv va shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish muhim ahamiyatli hisoblanadi. Har bir shaxs o'ziga xos vaqtlarda, sharoitlarda va usullarda tarbiyalanishi kerak deb ta'kidlanadi. 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda individual yondashuv bilan tarbiyalangan bolalar o'z qobiliyatlarini yaxshiroq namoyish etishlari tasdiqlangan. Tarbiya jarayonining asosiy qonuniyatlari shaxsning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'z ichiga oladi. Ular o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi uzluksiz jarayonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Tarbiya jarayonining muhim tamoyillari orasida davomiylik, izchillik va faoliyat tamoyillari alohida o'rin tutadi. Davomiylik tamoyili shundaki, tarbiya jarayoni doimiy va uzluksiz jarayon bo'lib hisoblanadi va ana shunday tarzda amalga oshirilishi kerak bo'ladi. O'qitish va tarbiyalash jarayonlari bir-birini to'ldirishi zarur. Izchillik tamoyili esa tarbiyaning har bir bosqichida maqsadlar va vazifalarning aniq belgilanishini nazarda tutadi. Masalan, maktabda o'quvchilarning axloqiy tarbiyasi doimiy ravishda amalga oshirilishi hamda kuzatib borilishi kerak bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Tarbiya jarayonining muhim tamoyillari orasidagi eng asosiylardan biri o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimiz davomiylik, izchillik hamda faoliyat tamoyillari bo'lib hisoblanadi. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda uzluksiz ravishda amalga oshirib boriluvchi tamoyillardan bo'lib hisoblanadi. Motivatsiya va tarbiyada roli. Motivatsiyaning tarbiyadagi roli. Motivatsiya tarbiya jarayonida muhim ahamiyatga ega, chunki shaxsning maqsadga erishishiga yordam beradi. Tarbiyalanuvchilarning ichki motivatsiyasi ularning faoliyatini oshiradi va o'qish jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Bir qancha tadqiqotlarda shuni ko'rsatadiki, motivatsiyalangan o'quvchilar o'z bilimlarini yaxshiroq o'zlashtiradi. Ularda o'zlariga bo'lgan ishonch hissi yanada yaxshi shakllanadi va berilgan ma'lumotni yoki berilgan topshiriqni mukammal darajada bajarishga harakat qilishlari ta'kidlangan. Shuningdek, motivatsiya tarbiyaning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'z darslarida qiziqarli metodlar va faoliyatlarni qo'llash orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishlari kerak. Bunday yondashuvlar natijasida o'quvchilarning o'qishga, darsga bo'lgan qiziqishlari yanada ortib, ularning ko'rsatayotgan ko'rsatkichlari hamda natijalari yanada yaxshilanishi mumkin bo'ladi. Keyingisi kommunikatsiyada tarbiyaning o'rni. Kommunikatsiya tarbiya jarayonining ajralmas qismi, ya'ni tarbiyalanuvchilar va tarbiyachilar o'rtasida samarali kommunikatsiya, ya'ni muloqot jarayoni tarbiyalash jarayonini osonlashtiradi. Samarali kommunikatsiya tarbiyalanuvchilarning o'zaro munosabatini
yaxshilaydi, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. O'qituvchilar o'z darslarida kommunikativ metodlarni qo'llash orqali o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirishlari kerak bo'ladi. Bu jarayon o'quvchilarning o'zaro tushunishini va bir-biriga yordam berishini ta'kidlaydi. Qisqa qilib aytganda, jamoa bilan birgalikda ishlash hamda bir-birining fikrlarini hurmat qilish hissi yanada yaxshi shakllanadi. Shaxsiy rivojlanish omillari tarbiya jarayonida muhim ahamiyatli, chunki bu omillar shaxsning intellektual, axloqiy hamda jismoniy jihatdan rivojlanishini ta'minlaydi. 2023 yil shunday tadqiqot o'tkazilgan. Shaxsiy rivojlanish omillari tarbiyalanuvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan. Bunda shaxsiy rivojlanish jarayonida o'z-o'zini anglash, qobiliyatlarini rivojlantirish hamda o'z maqsadlarini belgilash muhim jarayon hisoblanadi. O'qituvchilar shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun o'quvchilarga o'z qobiliyatlarini aniqlashga yordam berishlari kerak bo'ladi. Bu jarayonda o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchlarini oshiradi. Keyingisi ijtimoiy muhit tarbiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Oila, do'stlar va jamoat tarbiyalanuvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri ko'rsatadi. 2021 yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy muhit o'quvchilarning axloqiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ham axloqiy qobiliyatlar hamda axloqiy, milliy qadriyatlar ham yaxshi shakllanishini ko'rish mumkin bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy muhit tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar o'z do'stlari va jamiyat bilan o'zaro munosabatda bo'lish orqali ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Bunda munosabatlar o'zaro hurmat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Axloqiy qadriyatlar tarbiyada muhim o'rin tutadi. Ular shaxsning to'g'ri va noto'g'ri, yaxshilik, yomonlik tushunchalarini shakllantirishda yordam beradi. Har bitta bola uyda va maktab hududida ta'lim va tarbiya olish jarayonida axloqiy tarbiya olish bilan birgalikda ularda axloqiy qadriyatlar hissi ham yaxshi shakllantirib boriladi. Axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonida o'qituvchining roli alohida ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. O'qituvchilar o'z darslarida axloqiy qadriyatlarni o'sha dars davomida o'rgatish orqali o'quvchilarning axloqiy tafakkurini rivojlantirishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayon o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar va tarbiya jarayonni samarali o'tkazish uchun muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqtirish uchun va samarali o'tkazish uchun yordam beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni o'tilganda kutilayotgan natija yanada yaxshiroq bo'lishini ham ta'kidlab o'tish joiz. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar interaktiv metodlar va onlayn resurslardan foydalanish orqali o'quvchilarning mustaqil o'qishlarini qo'llab va quvvatlashlari kerak. Bu jarayon o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Baholash tizimi tarbiya jarayonining muhim qismi. Bu aynan o'quvchilarga ham motivatsiya berish hamda darsga qiziqtirish uchun ham eng muhim qismlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlash, rivojlantirish va takomillashtirish uchun ham zarur. Baholash jarayoni o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. O'quvchilar baholash tizimini adolatli va shaffof bilishlari uchun o'qituvchilar baholash jarayonini adolatli, shaffof hamda yaxshi tarzda amalga oshirishi kerak bo'ladi. Bunda o'qituvchilar o'z darslarida o'quvchilarga nisbatan hurmat va e'tibor ko'rsatishlari kerak. Bu jarayon o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularning o'z fikrini erkin ifoda etishga yordam beradi. Shunday qilib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Bunda o'quvchilar hamda o'qituvchilar bir-biri bilan chegaralangan ma'lum bir chegara orasida muloqotda bo'lib, kutilayotgan natijani yanada yaxshilashlari mumkin bo'ladi.
Zamonaviy tendensiyalar ham tarbiya jarayonida muhim hisoblanadi. Zamonaviy tendensiyalar yangi yondashuvlar va metodlarni qo'llashni talab qiladi. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishlari kerak. 2022-yil o'tkazilgan tadqiqotlardan ko'rish mumkinki, zamonaviy tendensiyalar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, zamonaviy tendensiyalar tarbiyada interfaol metodlarni qo'llashni rag'batlantiradi. O'qituvchilar o'z darslarida guruhli ishlar, muhokamalar va o'zaro o'qitish usullarini qo'llash orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashlari kerak bo'ladi. Bu jarayon o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tarbiya jarayonining qonuniyatlari har bittasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib hisoblanadi. Tarbiya jarayonida qo'llaniluvchi bu qonuniyatlarni darsda va darsdan tashqari holatda, ya'ni maktab hududida va uydagi bo'lgan holatda qo'llash mumkin bo'ladi. Tarbiya jarayonining qonuniyatlariga amal qilingan holda mashg'ulotlar va tarbiya jarayonlari amalga oshirilganda bolada axloqiy sifatlar yaxshi shakllanishi hamda ijobiy his-tuyg'ular hamda ijobiy xislatlar yaxshi yo'lga qo'yib shakllanishini bevosita kuzatish mumkin bo'ladi. Bugungi o'tgan mavzuimiz mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.